Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Kanadadan Ruqiya Turdush. Meningki barliq bevosita oila tabobatlarimning hammasi Kanadada yashaydi. Ammo meningki jiroq urug' tuqqanlarim, navri tuqqanlarim Sharq Turkistonda yashaydi. 2017-yili 31 navri tuqqanimning Xitoy hukumati tarafidan jazo lagerlariga, turmalarga ilib ketilganligining xabarini oldik. Qolgan urug' tuqqanlarimning, qolgan navri tuqqanlarimning nim bo'lganligi, nada yashayotganligi, o'likmi, tirikmi hech qanday izderigini ololmadik. Bu mening yoki sizning bir nechimizning beshiga kelayotgan kulfat emas. Bu bir butun millatning beshiga kelayotgan kulfat. Şuna men barliq Uyg'urlarni qanchalik bilsa, kimni tunsa, o'z urug' tuqqanlari to'g'risida guvohlik berish faoliyatiga chaqirman. Endi bundaq desam, sizning bevosita urug' tuqqanlaringiz u yerda bo'lmaganligi uchun bizdagi andishini, qo'rqinishni his qilolmaysiz deyishinglar mumkin. To'g'ri, hammamizda mayli bevosita urug' tuqqanimiz bo'lsin, bo'lmasin, biz shu yerda yashadik, bizning millatimiz shu yerda bor. Hech kimning bu millatni tahdidga otqisi yo'q. Yani eğer desem bu yerda Xitoy texim askilib ketami, buningga men sababchi bo'lib qolamanmi deydigan manda bir andisha hammamizning ichida bor. Ammo buni yengish kerak. Nima uchun? Chunki bu yerda bir gap bor. Desak nima bo'ldi? Bu paktni o'ttirib chiqarvasak natija nima bo'ldi? Chiqarmasak natija nima bo'ldi? Buning ikkisining foyda ziyinini selishtirish kerak. Agar demasak, Xitoy butunlay yo'qotadi, maqsadiga yetadi. Chunki Xitoy davlatini, ya'ni o'zining Jongo degan bu davlatini qurib, bizni besib olgan vaqtidalam bizni butunlay yo'qotib o'tishni, ya'ni hamma millatni atrofdagi Xitoy qilib yo'qotib o'taman, sumirib yo'q qilib o'tamiz bularni degan planni tuzib besib olgan bizni. Bu tarixiy kitoblarda aniq yozilgan. Undan keyin bular qadamma-qadam ilgirlab, hozir shu yo'qotib o'tishning eng oxirgi bosqichida turyapti. O bizni yo'qotib o'tmaydigan, yumshab qoldigan, necha ideyasini o'zgartirib, kamplarda tarbiyalab chiqarib yetadigan manda ish yo'q. Uning uchun Xitoy unda jiq pul sarf qilmaydi. Necha million Uyg'urni solib olmaydi Xitoy. Maqsadi yo'qotib o'tish. Ammo Xitoy nima uchun yo'shiradi buni? Chunki faktning o'tirg'i chiqitishini xohlamaydi. Yo'qotib o'tish maqsadi bo'lg'ashqa, mavi yo'qab ketgan Uyg'ur nada deb bu faktning o'tirg'i chiqitishini xohlamaydi. Agar yo'qotib o'tish maqsadi yo'q bo'lsa, Xitoyning necha million Uyg'urni lagerga solib olgandan tenib olmaydi. Ammo necha million Uyg'ur bor. Men bularni hechnim qilmadim. Dunyoning tekshirish o'maklari BDTning tekshirish mustaqil tekshiruvchilar bu yerga kirsin deb buni ruxsat qilgan bo'ladi. Lekin unda qilmayotdi. Yoshiryotdi. Necha million Uyg'urni solib olmadim deb yolg'on gapotdi. Demak, bularni jimjimla yo'qotib etmoqchi Xitoy. Onundan keyin o'chirat teshidikilar keldi. Xitoyning maqsadi baribir yo'qotib o'tish. Shunga agar biz demasak, Xitoy paydo oldi. Ya'ni maqsadiga yetadi, hech qanday pakt o'tirg'i chiqmaydi, Xitoy jimjitlik yo'qotib o'tadi. Desak, Xitoyning yolg'onchiligini oshkora qilamiz, paktlarni o'tirg'i chiqamiz. Bu orqali Xitoy jimjim yo'qotib o'tishga balki bak jur'at qilolmasligi, ozroq oqiga chekinishi mumkin. Agar undaq bo'lmaydigan bo'lsa, Xitoy yolg'on gap qilmagan bo'ldi bu yerda. Qo'rqanchi boshqa yolg'on gap qiladi. Shunga biz qo'rqanchi bilan elishimiz kerak Xitoyning. Shunga hammamiz guvohlik berib, Xitoyning bu yolg'onchiligini o'ttirg'i chiqarishimiz kerak. Ya'ni men gap qilmasam ota-onamni hech nima qilmamdiki deydigan unda bir umidni uzing. Xitoydan keladigan bir umidni uzing, bu kelmaydi, oxirida pushaymon qiladigan yana biz bo'lamiz. Agar mushu qitimda guvohlik berib, bu paktlarni o'ttirg'i chiqarmasak, biz tugaymiz. Ziyon tortgan biz bo'lamiz, Xitoyning rostga chiqadi.